بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga Mulk surasining fazilati va siri haqida havola qilamiz. Mulk surasi Qur'oni Karimdan joy olgan 67-sura bo'lib, Makka da nozil bo'lgan. Ushbu suraning munjiya, najot beruvchi, mani'a, man qiluvchi singari boshqa bir qancha nomlari ham bor. Bir rivoyatda Mulk surasini har harfi uchun yer yuziga bir farishta tushishi va uni o'qigan inson uchun istig'for aytishi haqida xabar berilgan. Bu surani har doim bomdod namozidan so'ng o'qishga odatlangan inson Alloh izni bilan cheksiz lutf va inoyatga noil bo'ladi. Juma kuni tunning yarmida turib, tahorat olib, 2 rakat namoz o'qib, birinchi rakatda Fotiha surasidan so'ng ushbu surani avvalgi 15 oyatini, ikkinchi rakatda esa Fotiha surasidan so'ng qolgan 15 oyatini o'qib, namozni tugatgandan so'ng ya daimu, ya hayyu, ya faridu, ya qadimu, ya ahadu, ya samadu sallallohu ala Muhammadin va ala ali Muhammad zikrida davom etsa va hojatini Alloh taolodan so'rasa, inshaalloh hojat qabul bo'ladi. Qiyinchilikka duch kelgan inson tongga yaqin qolganda tahoratli holda 21 marta ushbu surani o'qisa, Allohning izni bilan mushkullaridan xalos bo'ladi. Bu surani har doim o'qib yurishga odatlangan insonlar nafaqat bu dunyoda, balki oxiratda ham Allohning cheksiz lutfiga erishadi. Qabr azobidan panoh topadi, vafot etayotgan vaqtda shaytonning yomonligidan muhofaza etiladi. Aziz birodarlar, ushbu surani o'qib, duoni o'qib, Allohdan nusratni so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.